Ramazon oyi boshlandi. Bu oy nafaqat ruhiy poklanish, balki organizmni tozalash oyi hisoblanadi. Bu oyda ko'pchilikda ko'ngil aynishi, kuchli charchoq, holsizlik, ovqat hazm qilish sistemasidagi o'zgarishlar va albatta surunkali kasalliklarning qo'zg'alishiga duch kelishadi. Chunki biz organizmni Ramazon oyiga tayyorlamaganmiz. Shu kabi muammolarga duch kelmasligingiz uchun men sizga Ramazon pekni tavsiya qilaman. Ramazon pek ichida sizni kun davomida qo'llab-quvvatlab turadigan organizmni 70 xil mikroelementlarga boy ishqori muhit yaratib berib, toksinlarni yuvadigan tirik suvimiz Karamay mahsuloti bor. Ikkinchisi bu jigarimiz uchun yordam beradigan, mayni tozalaydigan lisitin mahsulotimiz va o't safrosini yaxshi ishlab chiqarib, kun davomida yog'larni eritib turadi. Va keyingisi bu papaya mahsulotimiz fermentlar guruhi bo'lib, sizda ovqat hazm qilish sistemangizni yaxshilab yengillik beradi. Keyingi mahsulotimiz Prima. Bu sizga kun davomida quvvat va energiya to'qlik hissini berib turuvchi oqsil vitamin va minerallardan tashkil topgan mahsulotimiz. Ramazon oyi sinov oyi emas, balki uni organizmni qiynamasdan mukammal o'tkazish oyi. Sog'lom o'tkazish esa sizning o'z qo'lingizda.